Assalomu alaykum. Dilga yaqin, yaxshi insonim. Umringizni yana bir qaytarilmas tongga muborak va xayrli bo'lsin. Omonat dunyoda omon bo'ling. Allohim har bir qilayotgan ishingizdan, bosgan har bir qadamingizdan rozi bo'lsin. Jismingizga sog'lik, qalb olamingizga xotirjamlik tilayman. Azizlarim, tinglab borayotganingiz Dil izhorlari radio kanali. Studio mikrofonlari qarshisida esa Kamina Maftuna Nuraliyevna. Siz ham yaqinlaringizni biz orqali xursand qilmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. 77 kodi bilan 068 0518 raqamlari xizmatingizda. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha aziz vatandoshlarimizni muborakbod etamiz. Bizga kelgan tilaknomalar esa qadrli insoni bo'lmish Muhayyoxonni qarshi olgan yoshlari munosabati bilan ularni juda ham qadrlovchi bir yaqin insonlari o'zlarini go'zal nomalarini yo'llab qutlab qoladilar. Qani ketdik. Muhayyoxon uchun atalgan go'zal nomalarni o'z egalariga yo'llab qo'yamiz. Hayot go'zal, hayot hadya etgan insonlar esa undan-da ajoyib. Ular orasida yaxshi insonlar ko'p. Bugun ana shunday yaxshilardan-da yaxshi deya baralla ayta oladigan, men uchun qadrli bo'lgan insonimni tavallud topgan kunlari. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Yaratganim umringizga, rizqingizga baraka berishligini tilayman. Bugun umr daftaringizni yana bir sahifasini ochar ekansiz. Uni go'zal amallar, yorqin umidlar, ko'ngildagi ezgu tilaklarni ijobatiyle to'ldirishlikni Yaratgan o'zi nasib aylasin. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin. Har doim Alloh muhabbatiga, yaqinlar mehriga payvand bo'ling. Dunyo turguncha turing. Allohim umringizga umr qo'shsin. Tanu joningiz sog', martabangiz ulug', iymoningiz mustahkam bo'lsin. Har doim mana shunday quvonchli kunlaringiz bardavom bo'lishligini siz uchun tilab qolaman. Qalbingizda neki orzu istaklaringiz bo'lsa, barchasiga sohiba bo'lib, Yaratganning xayr va ikromlariga erishing. Hayot sizga o'zingizdek muloyim, o'zingizdek pok va o'zingizdek beg'ubor bo'lishligini tilayman. Quvonchli kunlarni, xayrli kunlarni birida Allohimning go'zal bayti Ka'batulloh ziyoratlarida mehmon bo'lishlik xayrlisiga takror va takror nasib etsin. Allohim duolaringizga ijobat, ibodatlaringizga go'zallik, rizqingizga baraka berishligini tilayman. Tobora yaqinlashib kelayotgan yangi yil ayyomlaringiz ham qutlug' bo'lsin. Yangi yil sizga faqat va faqat yangiliklar, yaxshiliklar va baxt, omad olib kelishligini tilayman. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. O'zimga tilaganlarimni eng sarasini, eng a'losini sizga ham tilayman. Yaxshi kunlaringizda yoningizda bo'lishlik, xizmatlarda turishlik bizlarga ham nasib etsin. Bugungi kun yana bir bora muborak bo'lsin. Qalbingiz yashnasin, misoli yaproq. Tuganmas baxt, shodlik hamisha hamroh. Nurlarga bezalsin har bir o'tar chog'. Sizga yangi kunda yangicha tilak, shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Xafalik yarashmas, ranjimang zinhor. Shirin tabassumli ko'rsatib viqor. Ostonangiz uzra 4 fasl bahor. Sayrasin sho'x qushlar, giryon kapalak, shukrona kuningiz bo'lsin muborak. Sizdan-da eng baxtli inson bo'lmasin. Farishtalar zingizdan hech ham qolmasin. Mehr, muhabbatdan sira tolmasin. Ko'ksingizda urib turgan bu yurak, shukrona kuningiz bo'lsin muborak deya o'zlarini go'zal nomalariga yakun yasashibdilar. Kimga nimani tilasang, o'zingga albatta qaytadi deyshadi. Men bugun sizga sog'lik, omad, quvonch, baxt, ezgulikni, xonadoningizda mehmon emas, mezbon bo'lishni tiladim. Ayni dillarga, qalblarga yetib borguvchi chiroyli go'zal kuy-qo'shiqlar esa bizga maktub yo'llagan va bu so'zlarni bir maktubga bitish uchun
aynan siz uchun aytilajak so'zni biz orqali go'zal tarzda yetkazib berishni xohlagan dilga yaqin insoningiz nomidan sovg'a tariqasida yo'llab qolamiz. Muhayyoxon tavallud ayyomlari